Kamera yo'q kamera. Tovuq kurk bo'lish uchun xo'roz bo'lish kerakmi? Tuxum bo'ladigan bo'lsa, mana uchli tarafi, mana bu to'ntoq tarafi. Tuxum mana shunday yig'iladi. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlarni Parranda Plus kanalimizda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Bugun sizga bahorda tovuq boqishni eng muhim sirlarini ochib beraman. Kanalni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'ying va videoni oxirigacha ko'ring. Har qanaqa zot bahorda eng ko'p tuxum qilish kerak, chunki bahorda tovuqlarni ko'paygan fasl hisoblanadi. Shu joyda videoni ikki qismga bo'lamiz. Birinchi qismda menga tuvog'im bahorda kurk bo'lib jo'ja ochib bersin deydiganlar uchun, ikkinchi qismda menga tuvog'im bahorda ko'proq tuxum bersin deydiganlar uchun bo'ladi. Bugun birinchi qism to'g'risida gaplashamiz. Sizni tuvog'ingiz kurk bo'lib jo'ja ochish kerak bo'ladigan bo'lsa, uni yoshi 1 yosh plus bo'lgani yaxshi. Shu joyda bitta sir ochaman. Tovuqning yoshi qancha katta bo'lsa, shuncha jo'ja ochish foizi, uni yaxshi katta qilish foizi ko'proq bo'ladi. Yana ko'p keladigan savollardan biri, tovuq kurk bo'lish uchun xo'roz bo'lish kerakmi? Tovuq kurk bo'lish uchun xo'roz bo'lish shart emas. Tovuq o'zi onalik instinkti bilan o'zi kurk bo'ladi. Kurk bo'lish uchun tovuqlarni qanaqa boqish kerak? Agar endi 5-6 ta tovuq bo'lsa, bizga kurk bo'lish kerak bo'lgan tovuqni alohida olib turib, unga qizdiradigan donlar berish kerak. Ya'ni bug'doy, jo'xori, mosh, tarvuzlar bersa bo'ladi. Bug'doyi, moshni ivitib bersa tezroq kurk bo'ladi. Yana nonni ivitib bersa bo'ladi. Yana ovqatiga durujni qo'shib bersa bo'ladi. Faqat shu narsani e'tibor berish kerakki, kurk bo'lish uchun beriladigan achitqili narsalarni ko'p vaqt, uzoq vaqt berib bo'lmaydi. Uzog'i bir hafta bersa bo'ladi. Tuxum qilingan yashigiga 5-6 ta tuxum qo'yib qo'yamiz. Uni kurk bo'lgandan keyin olib tashlab, alohida yig'ayotgan tuxumimizni kurk bo'lgandan keyin bostiramiz. Shu joyda tuxumni qanaqa yig'ish kerakligini aytib o'taman. Tuxum bo'ladigan bo'lsa, mana uchli tarafi, mana bu to'ntoq tarafi. Tuxum mana shunday yig'iladi. Mana shu ko'rinishda yig'iladi. Quyidagi jadvalda sizlar ko'rishingiz mumkin, tuxumni necha gradusda necha kun saqlash mumkinligini. Yana ko'p berilgan savollardan bittasi, shu aytganlarning hammasini qildim, lekin tuvog'im kurk bo'lmayapti. Buni sabablari ko'p. Bir ikkitasini aytib o'taman. Agar tovuqning tegi zax bo'ladigan bo'lsa, kurk bo'lishi qiyin bo'ladi. Tovuq inkubatorda ochilgan bo'lsa, tabiiy ochilgan, shu tovuq ochib chiqqan jo'ja bo'ladigan bo'lsa, kurk bo'lish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Inkubatorda ochilgan bo'ladigan bo'lsa, 10 ta, 20 tadan bitta, ikkita bo'lishi mumkin. Tovuqga nechta tuxum bostirish kerak? Tovuq agar o'rtacha bo'ladigan bo'lsa, 9 tadan 11 tagacha bostiriladi. Bunaqa karlik zot bo'ladigan bo'lsa, 5 ta, 7 ta bostiriladi. Jo'jani inkubation davri 19 kundan 23 kungacha davom etadi. O'rtacha 20-21 kunda ochib chiqadi. Jo'jani ochib chiqqan kuni hech narsa berish shart emas. Ertasi kuni iliq suv, shirin suv bersa bo'ladi. Ovqatiga qaynatilgan tuxum yoki broiler start bersa bo'ladi. Agar jo'jani 40 kungacha to'g'ri boqmoqchi bo'lsangiz, tepadagi havolani o'tib ko'rsangiz bo'ladi. Birinchi qism uchun atalgan videomiz shu edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.